Dünya mehr muhabbatlan güzel deb bugun nurg'a yaxshilarni birlashtiryapti. Birinchilab mushu yaxshini qilguvchi mushu Lobanning otasiga rahmat aytamiz. Mushu otasi burundan shunaqa yaxshilarni izildimay qilishga, balsi yuna kasbdan tortib, tijoratdan tortib mushu yaxshi qilishgacha miras qildi. Shunga yaxshi qilib ishlab chiqib qolgan. Biz bolalikda o'rgangan keyin bu biz kichik vaqt abay degandek otamiz apamiz bo'lib tijoratni biz bola vaqtdan tortib qilib kelgan emasmi? Qilib kelgandan keyin bo'la hamma ishni tushungandan keyin burun shu qotqa ishlar qarab o'rganib endi ishimiz cho'ngaygan chog'da ammo cho'nglar aramizga chiqqandan keyin mana ishlar bizga qilib biz qilyapmiz. Unda olsa qo'llashdan gullash qiladi. Film yurak vesib ma'lum ko'plab bir taqib qo'ygan bo'lsanglar. Ondan keyin shu Shinxonayimizdagi uylarga kon elektr uskunalarini yangilamashtirib olsam bo'ldi. Uyimga shu yangi zamonning yangi ilg'or oila uskunalarini bir o'rnatsam bo'ldi. Deyanshi, Bingchang, Shiji, Kongtiyo, Bigvalo deymiz. Bingchangning turlarimi bakchiq kabi yerda cho'ng olamsan, cho'ng, kichigini olamsan, kichik, uyga olamsan, uyga, do'konga olamsan, do'konga. Mush kiyim tikish mashinalari degandek munchalar o'tadigan muncha, shkaf degandek butun oil elektr saymanlarininki hammasi cho'ngdan kichikcha mush do'kon to'liq baka. Do'konning ko'lami cho'ng bo'lsa mushundaq Shinxonayimiz tavasidagi elektr uskun setib olgan do'stlarimiz mush do'kon qilishni qat'iy unutqanmanglar. Oldin qatimni filmimizni duduq. Do'kon ham zimliq do'kon bo'lganligi uchun bu yerda setilayotgan elektr uskunlarning ba'zi nihoyatda muvaffaqiyat chiqadigan, ijara to'lamagandan keyin qishma satmaydigan. Shunga mushtaq muvaffaqiyada yangilik elektr uskunlarini olsak degan do'stlarimiz sizlarni mush 90 oyimizdagi yo'riq, yo'ltoz elektr uskunlar do'konini saqlaymiz. Kelishni qat'iy unutqanmanglar. Atrofinglardagi do'stlaringlarga, urug'-tuqqanlaringlarga taqib qo'yinglar. Mush do'konni mushtaq yangilik elektr uskunlarining diqqat ekanligini, ba'zidan muvaffaq ekanligini Shanxayga har bir xalqimiz bilib qolsin, foydali qolsin. Sizlarga mash ekran oldidagi sizni burundan qo'llab kelayotgan xaridorlarga deydigan gaplar bormi mush fursat bir devatli. O'g'limiz aqasinglar ranjisanglar manga desanglar biz uni biz cho'nglarni olamiz. Burun tijorat jarayonida endi real ishimiz burun kelgan buni qanday uzoq yillar bo'lib ketdi endi 30-40 yildan ishib ketsak bo'ldi. Shunday qilib endi bu kasbdan hozir vaqt munosabat bilan bizning yoshimiz cho'ngib endi hozir aram elib o'tiryapmiz ana shu balimizga o'tkazib qilib o'qandik. Mana shu ko'nyan xaridorlarning keyin bizni tonimaydigan ko'nyan xaridorlarning keyin mushtakan kelib mushtakandan mallarni sotib olishni biz umid qilamiz. Tazliq xizmeti qo'llash nimasidan shunday qish vaqtlari nanchi taqtadi, yoz vaqtlari shamoch taqtib izohlik yetkazadi. Hamilan sizniki tijoratni taqim ro'naq tepishini, taqim abi ko'plab pul tepishini uni jiq tepishini umid qilamiz. Rahmat. Do'konni adresib qolsa 90 oyimizdagi o'sha Xiloyan Oltarxayninki tashqi savdo Oltarxayning ost taraf joylashgan, Fudatoningki qarshi tarafdagi yer ostida joylashgan, yana boshqa Xiloyanning ostidagi yer ostida joylashgan yo'riq yo'ltoz oila elektr uskunalarini maqsadish do'koni shu. Va yon tarafida Tinfischang va o'sha Fudatoningki qarshi tarafiga to'g'ri keldi. Yer ostida yo'riq yo'ltoz oila elektr uskunalari do'koni. Hamsa dunyo mehr muhabbatlar go'zal deb Shinxonayimizda mana shunday yaxshi tijoratchilarningki, korxonchilarningki davomli ko'plab chiqib turishini imkonimiz umid qilamiz. Maqlamsa, kelar sonni ko'rishaylik. Xayr xo'sh.